qolganlari passiv holatda turish kerakdi. Buni bir taraf qilish uchun men bu yerdagi programmaga biroz o'zgartirish kirgizman. Eng avval tanlayman. Bu yerdan endi tur degan diavining ichidagi barliq programmalarda aktiv deydigan bir program bo'lsa, uni qanday qilishim kerak? Passiv holatga o'tkazishim kerak. Unda bo'lsa men mush ig'zimdan chiqqanda mana shu program orqali yozib beray. Tur degan diavining ostidagi barliq diavilarda aktiv deydigan bir klass bo'lsa, uni yuyitishim kerak. Klassni yuyish uchun albatta remove class deyishim kerak. Klassni tozalayman yoki klassni amaldan qoldiraman. Qaysi klassni? Active degan klassni amaldan qoldiraman. Endi Batman programmasini saqlab etgandan keyin men bu programni yangilab ko'rib boqay. Shirkat degan turni bosdim, aktiv holatga o'tdi. Kiyim degan turni bosdim, shirkatdagi aktivni yuyitib, kiyimga aktivni berdi. Dori deganni bosdim, kiyimdikisini yuyitdi, dori aktivlashdi. Mahsulot deganni bosdim, tur deganni bosdim, shirkat deganni bosdim. Endi haqiqiy maqsadimga yetgan bo'ldim. Demak, buningki ustidagi mush aktiv va passiv programmasini berish kodi mushning bilan oxirlashgan bo'ladi. Eng avval passiv degan tur chekilgan vaqtida uning indeksini olib olamiz. Ondan keyin barliq shu turning ichidagi diavidan aktiv degan klassni yuvib etgandan keyin EQ orqali aktiv degan klassni chekilgan indeksga qanday qilib beraman, yo'llab beraman. Buning bilan maqsadimga yetgan bo'lmay, mahsulot, kiyim, shirkat, dora, turlar qaysini bossam shu aktiv holatga o'tyotadi.